Assalomu alaykum hammaga. Bugun dunyodagi eng ko'p tarqalgan og'riq haqida gapirib o'taman. Videodan uzoqlashmang. Bugungi kunda bel og'rig'i, ayniqsa egilganda beldagi og'riq bo'ladigan muammo juda ham ko'paygan. Ushbu videoda bu muammoning yechimi hamda buni sabablari haqida tushuntirib o'taman. Agar biz egilganimizda yoki bukilgan holatimizda umurtqa pog'onasi tushadigan nagruzka 3-4 barobar oshadi. Shuni natijasida bel sohadagi og'riq paydo bo'ladi. Agar bu belingizda grija yoki protruziya kabi holatda paydo bo'ladigan bo'lsa, bu og'riq yanada kuchayadi. Yanada sizda bo'ladigan og'riq hamda turganda egilayotgan paytingizda paydo bo'ladigan og'riq belingiz ushlab qolishi, bu agar protruziya yoki grija disk bo'ladigan bo'lsa, bu holatni yanada kuchaytiradi. Shu sababdan asosiy sabablari bel grijasi hamda bel umurtqa pog'onasi protruziyasi sabab bo'lishi mumkin. Keyingi sabablardan biri mushaklar zaifligi. Agar biz egilgan holatda turadigan bo'lsak, mushaklarimiz taranglashadi. Natijada agar mushakda kuch kam bo'layotgan bo'lsa, belimizni o'zimizni tana vaznimizni ko'tara olmaymiz. Bu esa natijada belimizda og'riq paydo bo'ladi. Natijada umurtqa pog'onasi oraliqda paydo bo'ladigan bosimni, ya'ni nagruzkani neravnomerni, ya'ni noto'g'ri taqsimlanishga sababchi bo'ladi. Bu esa og'riqni yanada kuchaytiradi. Agar surunkali ravishda xuddi mana shunaqa tartibda olib borayotgan bo'lsangiz, ushbu narsa ham grija, ham protruziya kabi kasalliklarga sabab bo'ladi. Keyingi o'rindagi sabablardan biri bel mushaklari hamda taz mushaklari disbalans hisobida, ya'ni muvozanat buzilgan bo'ladi. Ya'ni biz turganimizda ko'proq umurtqa pog'onamizni o'zini harakatlantiramiz. O'zi to'g'ri turish taz orqali bo'ladi. Ya'ni yerdan egilib turayotgan paytda taz orqali turish to'g'ri keladi. Biz mana shu xatti-harakatni noto'g'ri qilamiz. Agar bu surunkali ravishda bo'ladigan bo'lsa, bu ham bel grijasiga hamda bel umurtqalar aro diskini protruziyasiga sababchi bo'ladi. Uzoq muddat shunaqangi tartibda xatti-harakat olib borayotgan bo'lsangiz, mushaklarni muvozanati buziladi. Umurtqa pog'onasini mushaklari ham ikki gruppa bo'ladi, ya'ni chuqur hamda yuza mushaklari. Bu mushaklar doim muvozanatda ishlaydi. Agar biza tanamizda mana shu mushaklarda yuklama, tanamizni yukka tushadigan yuklama noto'g'ri taqsimlanadigan bo'lsa, bu mushaklarning muvozanati buziladi. Muvozanat buzilishiga sabab bo'ladigan muammolar yanada muammoni chuqurlashtiradi. Shu sababdan keyingi o'rinda mushaklardagi xatti-harakat almashib qoladi. Ya'ni chuqur gruppa mushaklarni vazifasini yuza gruppa mushaklari, yuza gruppa mushaklarni vazifasini chuqur gruppa mushaklari oladi. Bu esa yanada bel og'rig'iga, fascitis sindrom kabi muammolarga sabab bo'ladi. Shu sababdan bizadagi egilib turishimizda bu muammo yanada jiddiylashadi. Muvozanat buzilish hisobida umurtqa pog'onamizga tushadigan yuklama umurtqalar aro paydo bo'ladigan bo'g'im, ya'ni fascitis bo'g'imga noto'g'ri taqsimlanadi. Bu esa og'riqni juda ham jiddiylashtirishi sababchi bo'ladi. Keyingi sabablardan biri mushaklarning disbalansi. Agar mushaklarni umurtqa pog'onasini yuqorida aytganimdek ikki gruppa mushaklari bo'ladi dedim, chuqur hamda yuzak gruppa mushaklari. Bu gruppa mushaklarga agar yuklama ko'p tushadigan bo'lsa, biz muvozanatni yo'qotamiz. Ya'ni disbalans kelib chiqadi. Shuni natijasida mushaklar disbalans kelib chiqqan hisobidan umurtqa pog'onasiga tushadigan yuklama, bu esa fascitis sindrom, ya'ni fasset bo'g'imlariga noto'g'ri yuklama taqsimlanganligi hisobidan bel og'rig'i yanada kuchayadi. Bel og'rig'iga paydo bo'ladigan muammolar yanada kuchayadi. Shu sababdan muammoning yechimlaridan biri mana shu mushakda paydo bo'ladigan disbalansni to'g'rilashdir. Yuqorida sanab o'tgan belgilarning hammasi mujassam bo'lgandan keyin nerv siqilishi, ya'ni ko'pchilikda bu holat kuzatiladi, sedalish nerv siqilishiga sababchi bo'ladi. Oddiygina bitta harakat, oddiygina mana shu belgiga e'tibor bermasligingiz, egilib turganda paydo bo'lgan og'riq bu sizga signal bo'lishi kerak doim. Demak, organizm sizga signal beryapti, sanda umurtqa pog'onasi noto'g'ri ishlayapti degan. Ana shu sababdan ham yuqoridagi aytgan belgilarim, yuqorida sanab o'tgan belgilarim siz uchun turtki bo'lish kerak. Nima sababdan degan, nega shunaqa bo'lyapti degan sizga savol tug'dirish kerak. Shuni natijasida siz chuqurroq tekshiruvdan o'tgandan keyin siz uchun определённый individualniy programma tuziladi. Mana shu programma orqali shug'ullanadigan bo'lsangiz, egilib turishda hamda yotgandan keyin paydo bo'ladigan og'riqlardan bartaraf bo'lasiz.
Sizga hozir bergan ma'lumotlarni o'zingizga saqlab qo'ying hamda shunaqa belida og'rig'i bor tanishlaringizga jo'natib qo'ying. Videodan uzoqlashmang. Men hozir aynan uy sharoitida qilish kerak bo'lgan, uy sharoitida mana shu muammodan qutulishsiz mumkin bo'lgan mashqlarni hamda bir nechta texnikalarni ko'rsatib o'taman. Siz esa obuna bo'lish tugmasini bosib qo'ying. Eng asosiy mashqlardan biri to'g'ri turish texnikasini bilishdir. Ko'pchilik turganda mana shu holatda turadi. Bu noto'g'ri turish. To'g'ri turish texnikasi albatta tas ishtirok etishi kerak. Ya'ni mana shu holatda o'tiramiz hamda yukni nimadir olgan holatda tas orqali tursak, to'g'ri turgan bo'lamiz. Ya'ni umurtqa pog'onamiz 90 gradusda bo'lishi kerak. Shuning uchun esdan chiqarmang. Keyingi mashqimiz esa dumma mushaklarini kuchaytirishdan iboratdir. Ya'ni oddiy rezinka orqali mana shu mashqni tizzani bukmagan holatda yoki mana shu holatda bog'lagan holatda dumma mushaklarimizni chiniqtiramiz. Bu mashqni 20 martadan 3 podxodda qilsangiz bo'ladi. Dumma mushaklaringiz qancha baquvvat bo'lsa, belga tushadigan nagruska shuncha kam bo'ladi. Keyingi mashqimiz esa qorin mushaklari, ya'ni pressimizni chiniqtirishdan iboratdir. Kim xohlasa mana shu variantda, ya'ni 20 marotabadan 3 podxoddan buni ham uzoq muddat qilaversangiz bo'ladi. Sizda bel bilan qanday muammongiz bor? Kommentda yozib qoldiring.